Rossiyskiy MDF eshiklar 500 ming so'm desam ishonasizlarmi? Videomizga like bosib, shunaqa arzon eshik qidirib yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Aka, mana bu variantimiz 500 ming so'm. Shunaqami aka? Ha, 500 ming so'm, 600 ming so'm. Qo'y, nima uchun buni arzon sotyapsiz aka? 950. Bular ostatkada bitta, ikkita, uchta qolganligi uchun ostatkada sotib olamiz. Bizni obunachilarimizdan kelishsa 500 mingdan berasiz. Ha, 500 Gap ming so'm, gap. 600 ming so'm, mana bunisi 1 million so'm, mana bunisi 1 million 900 ming. Bular nimadan yasalgan umuman aka? Bular MDFdan bo'ladi. Anaqa bo'lmag'ur narsani sotyapsiz, shunaqami? Yo'q, bular sifatsiz, eng arzon modellar emas. Bular nastoящий uyga qo'yib yillab ishlatadigan eshiklar. Eka shipon bo'ladi usti. Eka shipon sifati ham zo'r, uncha qirilib ketmaydi. Mana. Og'ir narsa. Bitta Prosta qolganligi uchun beraveramiz ostatga. Mana bu klassik varianti necha pul aka? 1 million 900 ming so'm. 1 million 900 ming so'm. Mana bunisi 950 ming so'm. Bunisi ham eka shipon bo'ladi. 950 ming beraverasizmi aka? Komplektda nimalar bo'ladi? Komplektda korobka 2,5 ta, обналичка bir tomon 2,5 ta bo'ladi. Mana bunisini mana 900 ming so'mga beraveramiz. Qo'yil. 900 ming so'mga nima deb o'ylaysizlar? Shu variantlarimiz Mana bu yerda yana bor 1 milliondan 1 million 500 har xillari bor mana bu yerda ham. kommentlarda yozib qoldiring, shu eshiklarimiz 900 ming so'mga arziydimi?